Do'stlar, hozirgi paytda elektr shitni chochayotganda shunaqa narsani aniqlayapti. Qaranglar. Ko'rasizlarmi? Mana buni rangi o'zgargan. Mana bu yerda ham avtomat yonida ranglari o'zgarib, kuyib qolgan. Mana shu holatda borku, katta zamakaniya bo'ladi. Katta pulga tushadi. O'shanga sifatli materiallarni qo'yish kerak. Uni sifatli material qo'ygandan keyin obslugasi bor. O'shalarni ahamiyat berib qarab tursa, o'shanda ko'p muddatda hamma narsa ishlaydi. Mana do'stlar, ahamiyat beringlar. Bez inshiga bu yerda hamma narsa qilingan. Mana shu bez inshiga qilingan uchun qizish bo'ladi. Hozir mana bu yerda sizlarga ko'rsataman. Sim bu yerda rangi ham o'zgargan. Mana. Ahamiyat beringlar mana. Ko'rasizlarmi? Kontakt slabый bo'lgani uchun sim qizigan rangga. O'shalarga hech kim ahamiyat bermaydi. Hech kim inshiga ishlatmaydi. Nimaga kerak inshiga? Masalan, oldini olish uchun kerak inshiga. Ko'rasizlarmi? Sim rangi o'zgarib ketgan. Sim naqa rangi bo'lmaydi. Mana nima qilish kerak endi? Sifatli, faqat bilimli elektrik mashina yig'sa, o'shani sifat bo'ladi. Ko'p muddatda hamma narsa ishlab beradi. Shunga ahamiyat beringlar do'stlar.